Xulosa qiladigan bo'lsak, insonlar o'zgalar qanday qaraydi, o'zgalar qanday baho beradi, o'zgalar bir xatti-harakatlarimni to'g'ri tushunadimi deb yashaydigan insonlar juda ham ko'payib ketdi. Lekin ma'lum bir ijtimoiy tarmoqdagi insonlarni ko'rsatayotgan voqealari insonlar uchun manfaatli, ya'ni kuch bag'ishlaydi. Lekin 90% ijtimoiy tarmoqdagi hayot yolg'on hayot, lekin hammani qiziqtiradi. Mana shu yolg'on hayotni quraman deb qancha bir yurtdoshlarimiz o'zini bir sodda hayotini bir xunuk hayotga aylantirib qo'ygan. Bir misol keltiraman, oddiy misol. Mana shu oldidagi bir dona ko'rinadigan tishingiz to'kilib qolsa, 3 kunga qolmasdan hamma ishlaringizni durustlasizda, borib mana shu tishingizni davolatasiz va qo'ydirib olasiz. Nima uchun? Chunki o'zgalar sizga salbiy holatda qarashligini to'xtatish uchun. Agar oziq tishingiz to'kilib qoladigan bo'lsa yoki chiriydigan bo'lsa, bunaqa oziq tishi chirigan insonlar bir qancha. Hozir eshitib kelganlar, lekin uni biz yillab davolamaymiz. Nimaga o'zgalar ko'rmaydi-da? Lekin bu oziq tishlarimiz albatta bizga chaynash uchun eng katta vazifa, ya'ni oshqozonimizni yaxshi ishlash uchun, demak, bizning sog'lig'imiz yaxshi bo'lishi uchun xizmat qiladigan tishlar. Men aytmoqchimanki, inson hayotini kimgadir ko'rsatish uchun yoki kimdir nima deyish uchun yashamasligimiz kerak. Inson o'zini qalbini go'zal qilish uchun har doim yashash kerak.